BYD Champion Smart Drive pozitsiyasi. Yangi mashina olib keldilar ekanlar. To'liq rusifikatsiyaga o'tkazib berdik. Ularni ham ko'rsatib, hozir obzor qilib beramiz. Bu avtomobilimiz absolyutni yangi mashina. Hali poligonga ham bormagan dotlar, probeglarni ham ko'ramiz. Xo'p, lidarli, ko'p kamerali 2026-yil restyling avtomobil. Xo'p, bu avtomobilimizdagi polnisal laminatsiya ham qilib berganmiz. Tonirovkalarni inshaalloh nomer taqqandan kelamiz deyishyapti. Branda plyonkalarni ham qo'shib qilib beramiz. Bugungi bitgan ishlarimiz rusifikatsiyaga o'tkazib berganmiz. Monitorlari to'liq rus tiliga o'tkazilgan. Tablolari bilan birga komplekt bo'ladi. Mana tablosini ham ko'rasizlar. Rus tilida. Xo'p, garantiya beriladi. Hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Ishlarni tezlashtirib 1-2 soat ichida bitirib beramiz. Xo'p, настройкаga kirib ko'rsatamiz periodlarni, gрамотный period bo'lgan. Hamma настройкasi o'tgan, приложениялari bilan birga o'tgan. Versiyalari ham ko'rinadi, original plastifikalar qilingan xolisi. Xo'p, undan keyin приложенияларni ko'rsatamiz. YouTube, navigator, Yandex.Muzika bor, Telegram, bunaqa Aurora Store bor, Play Marketga o'xshagan приложенияларni shu yerdan skachat qilsalar ham bo'ladi. Hammasi joy-joyida ishlaydi. Mana ko'rasizlar, любой narsani skachat qilsalar bo'ladi o'zingiz uchun kerakligini. SIM karta slotlarini mana bardachokka chiqarib qo'yganmiz, turibdi. Uzun SIM karta olib kelgan ekanlar, ularni ham o'rnatib olamiz. Xo'p, YouTube'ga kirib bitta ko'rsatamiz videolarni ishlashini. Cho'tki ishlaydi. Garantiya beriladi. Qotib qolib yoki qanaqadir muammo bo'lmaydi. Kontr kamlari ham joy-joyida ishlayapti. Mana xizmatlar qiziq bo'lsa, bizga Max Tuning murojaat qilaverasizlar. Ishlarni inshaalloh chiroyli qilib bitirib beramiz. Bizani kuzatib boringlar, bizdan uzolashmanglar. E'tibor uchun katta rahmat.